Mana Hastimomda tog'oratxonasi bitibdi, yangi tog'oratxonasi. Avvalgi joyida, faqat endi yeri tegiga loyihalanibdi. Mana shu plashatkani tegi tog'oratxona ekan. Bu yoqda mana masjid, bu yoqda mana sivilizatsiya markazi. Juda qulay tog'oratxona bo'libdi. Sifatli bajarilgan mana salfetka, ishlatilgan salfetkalar uchun alohida joy. Mana bu yoqda 1 metrlik chochuv uchun mana kim xohlasa bu yoqda salfetka. Juda chiroyli. Mana umuman olganda tog'oratxonaning joyi mana mutaxassis arxitektor sifatida aytishim mumkin, juda yaxshi tanlangan. Mana keyingi rekonstruksiyada mana yer ostiga olingan. Juda yaxshi o'ylangan. Chunki yer ustiga chiqarsa mana shunaqa chiroyli bir eski shahar obzorini mana to'sib qo'yardi. Yerni ostiga olib juda to'g'ri bajarilgan.